Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana Asaka tumanidagi ishimiz ham asta-sekin davom etyapti. Men sizlarga bo'lgan xonalarni bir tanishtirib o'taman. Endi bu yerlar fonni ob'y bo'ladi. Devorlar ancha tengkov bo'ladi. Mana bu yerda bitgan xonalarimiz ko'rsatib o'taman. Devorlar ob'y bo'ldi. Mana ko'rib o'zinglar baho berasizlar. Chaklariga umuman bilinmaydi. Mana patologiyamiz ham gipsokartondan bo'ldi. Buni ham mayllari ob'y bo'ldi. Ichlari. Xudo xolasa endi mana deraza ramkalari qoldi, cheklari qoldi. Bitadi. Mana keyingi xonamizga o'tsak, bu yerda ham mana yotoqxonamiz shu ko'rinishda bo'ldi. Mana ob'y ham juda chiroyli, tengkorga o'xshagan. Mana patologiya ham gipsokartondan shu ko'rinishda chiqdi. Bu yerda dushovoy bor. Hop, yuqoridagi xonamizga o'tsak. Bu yerda ham bitta yotoqxona. Svetlari montaj oldi mana. Ob'ylarni ko'rsatib o'taman. Patologik ko'rinish mana shu ko'rinish. Endi buni ham ramkalari qolgan eshikda. Bu yerda dushovoyni ko'rsatib o'taymi. Dushovoy ham o'zimiz qo'limizdan chiqdi. Hop, derazamizda shunaqa sensorimiz bor. Hamma narsa o'zimiz qo'limizdan bo'ldi. Fonni bitkizishga kelishgandik. Xudo xolasa oz qoldi. Endi bu yerda mehmonxonamiz bo'lyapti. Mehmonxonani ham bir ko'rsatib o'taman sizlarga. Usta hormay. Mana buni ham fon po'kay bo'ldi bu yerlari. Devorlari ham po'kaydan ajratib ramkalar qilib. Buni ichiga o'ylab qo'ygan narsamiz bor, shuni yopishtiramiz. Bizga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Bitganini ham qo'yib boramiz. Klasslarni bosib obuna